Servo drive qimmat, haqiqatda qimmat narsa. Bitta katta kuxnaga o'rtacha 3,5 ming dollar ketib qolardi. Mana shunaqa narsalar ochib beradi. Men YouTube tarafida ham ko'p buni. Xohlasa yarimcha ochsa bo'ladi, mana yarim ochsa bo'ladi. Xohlasa bitta regrovka qilganda oxirgacha ochib yorsa qiladigan bo'lsa bo'ladi. Endi uni arzoncha versiyasi chiqdi. Arzoncha versiyasi qanaqa desa, Servo Drive Uno degan narsa. Mana shu. Buni faqat tavsiya qilinadi. Mo'ykadan tagiga, mana katta mo'ykaga bo'lsa, yelumni oyoqda ketib kelsa, ochib beradi. Uni ustunovka qilish ham oson. Mana shu narsa plastmassa ichidan komplekti chiqadi. Shuna qo'yiladi. Mana plastmassani shuna qotiriladi-da, qotirib qo'yiladi, bo'ldi. O'rtacha bilimda bor ekan, 300 dollarga aylanyapti mana shu narsa. Salaskasi, duboy salaska ishlayveradi. O'rtacha 50 dollarlikda zo'r ishlaydi, polniyda. Ochib yuboriladi. Keyin ikkita chetiga mana shu narsani qo'yib qo'yiladi. Ochib beradigan tiponga o'xshagan Defender degan narsasi ikkita chetiga qo'yiladi. Shu bilan eng muhim tortmalarga mana shu narsani qo'ysa, zo'r ishlab beradi. Mana bu yerda mo'ykada ishlanyapti. Kelib oyoq bilan bunday tesa, oxirgacha ochib beradi. Elektrli zo'r. Keyin yana bunday tep foraslar yopiladi.